Anifanus jamoasi sizlar uchun ajoyib animalarni taqdim etadi. Qo'shilinglar va maza qilib anime ko'ringlar. Anifanus taqdim etadi. Mana qizcham samoviy ofat. Xizmatkorlar qara chiroyliligini. Qaniydi hozir mana shunaqada o'nta bo'lib qolsin. Sizni tushundim. Bajaramiz. Ey, xo'jayinga 10 ta xizmatkor olinglar. Elflarga o'xshagan bo'lsin. Janob Jao, bu bilan oramizda hech narsa yo'q. Iltimos, Mainson bilan meni bunda ayblamang. Aks holda meni jahlim chiqadi. Bu dunyoga nima qilgan o'zi? Ajoyib qiz menday bolaga rad etdi. Oy, xo'jayin, to'xtang, to'xtab turing. Xo'jayin. Hojam, choy ichasizmi? Ruhiy qurol bu yerda nima qilyapti? Men qonuniy shartnomaga asoslangan ruh bo'laman. Sen tuni bo'yi ruhing bilan mashg'ulot o'tdingmi deyman. Ong ruhiy quroli. Demak, bundan chiqdi senda juda ham kuchli bo'lgan qurol bor ekanda. Bizni ko'rishganimiz haqida hech kimga aytma. Hatto meni avlodimga ham. Unaqada men seni bu yerdan qo'yib yubormayman. Ana uni kesib tashlayman. Bu janka shunchaga kerakli edi. Hech kimga aytolmayman. Bilmadim o'zim ham qayerdan kelib qoldi. O'zi g'alati. Bu samoviy sovg'a. Sen isming nima? Balki ismingdan qurol nomini ajratib olish osonroq bo'lar. Mana ismim yo'q hali. Isming yo'q? Unaqada senga ism qo'yaman. Har doim ham Robert Tyanka deya olmaymiz-ku, to'g'rimi? Ajoyib fikr. Sen turishingni qara, xuddi qo'lga o'xshaysan. Seni qo'l deb ataymiz. Qiz emas. Ha, sen yaxshi ekansan. Balkim Liner deb atarman. Agar hojamga yoqsa, men uni qabul qilaman. Qanday bo'lmasin, faqat hojingdan qabul qiladiganga o'xshaysan, eskirgansan. Rahmat. Yaxshisi borib olovli tuzoqni tayyorlay. Shuni qilamanki tirik qolamiz. Bu jang juda uzoq bo'ladi. Men ham tayyorlanay. Inson, sen ham shug'ullan. Mabodo o'xshamay qolsa, qochadigan joy topib olishing kerak bo'ladi. Ha, sen menga umuman ishonmaysanmi deyman? Hojam, menimcha u haq gapirdi.
Sizga o'ta jiddiy tayyorgarlik kerak bo'ladi. Chunki men juda ham kuchsizman. Hozirgi darajangiz juda ham yaxshi, lekin sizda tajriba kam. Mo'jiza xonim siz haqingizda qayg'uryapti. Har doim ularni ortida qolishni xohlamayman. Hojam, unaqada men bilan yuring. Bu Inson, o'ylaymanki, Liner senga qochish usullarini o'rgatadi. Chunki bizadagi imkoniyat juda ham ozlik qiladi deb o'ylayman. Hojam, bu Xuanchang ichidagi olam. Vau! Shunaqa katta sharilarning ichida katta dunyo bor ekanda. Judayam ko'p ruhiy qurollar mavjud. Men esa birinchi ustozimning ongi tarafidan yaratilganman. Men yaratilishim uchun juda ko'p vaqt va katta kuch talab etilgan. Lol qolish mumkin. Menimcha sen juda ham kuchlisan. Mani darajam juda ham baland, lekin men hojamni kuchidan ko'pini ishlata olmayman. Mendan to'liq foydalanish uchun siz kamida ruhiy ko'tarilishning dastlabki bosqichida bo'lishingiz kerak. Lekin sen baribir juda ham kuchlisan. O'ylab qarasak, sen o'sha qariyani yutishing mumkin. Faqatgina yadro to'liq holatga kelganda, faqatgina bitta narsa. Lekin aslida men uni qanday yutish yo'lini bilaman deb o'ylayman. Lekin faqat sizni qayta ko'rib olmasligimiz mumkin. Men axir sendan kechira olmayman. Umuman olganda, agar siz menga buyursangiz yoki men bilan o'sha ishlarni qilsangiz, men juda ham katta bo'lgan joyni va u yerdagilarni hammasini portlatib tashlashim mumkin. Yo'q. Bunaqa ishlarni qilmaymiz. O'lishingga yo'l qo'ymayman. Rahmat, hojam. Xo'p, lekin baribir bitta muammo qolar ekan. Sizga bunda yordam bera olamanmi? Meni ruhiy quvvatim Mo'janikidan ko'proq. Lekin men baribir kuchsizman. Meni ruhiy quvvatim siz juda ham kuchsiz. Kultivatorlar osmon bilan yer quvvatidan foydalanishadi. Ularni o'z kuchi bilan bir qilib jamlaydi. Hojam, siz energiyangiz mo'jizadan o'tgan. O'z kultivatsiyangiz orqali emas, quvvatni o'zi haqidagi tushunchangiz ham oz. Shunga undan foydalanishni bilmayapsiz. Shuning uchun ham o'z qobiliyatingizni jangda ishlata olmaysiz. Unday bo'lsa, qanday qilib o'z kuchimni ishlatsam bo'ladi? Buni chorasi bor. Biz nima birga kultivatsiya qilamizmi? O'shanda u menga o'z energiyasidan beradimi kultivatsiyada? O'sha ishni qilsam, men portlab ketaman. Liner, axir biz ajoyib kayf jarayonida o'lib qolamiz-ku. Kerak emas, iltimos buni to'xtat. Hojam, nima deyapsiz? Men sizni tushunmayapman. Bunaqa turish nimani anglatadi? Sovqotyapsizmi? Ha, yo'q. O'zim. Mayli. Xo'p, davom etamizmi, Liner? Iltimos, o'tiring va ko'zingizni yuming. Men quvvatni yo'naltirmoqchiman. Hojam, sizga nima bo'ldi? Yo'q, shunchaki. Faqat pastroqqa tushma. Siz hayajonlanyapsiz. Tinchlaning va fikringizni bir joyga jamlang. Xo'p.
O'zingizni qanday his qilyapsiz? G'alati tuyg'u. Men bemalol energiyamni ishlatadiganga o'xshayman. Albatta, siz tez o'rganyapsiz. 5-10 yildan so'ng siz butunlay kuchingizni boshqara oladigan bo'lasiz. Hademay kutishga vaqtimiz yo'q. Shunaqa ekan, yana boshqa bir yo'li ham bor. Qanaqa? Linear o'z kuchi yordamida quvvatingizni oshirishga yordam beradi. Shunda oddiy kultivatorlarga o'xshab o'z kuchingizni osongina ishlata olasiz. Faqat bunday kuchli quvvatni qabul qilish siz uchun juda ham qiyin bo'lishi mumkin va og'riqli bo'ladi. Mayli, boshlay qol. Unaqada men boshlayman. Judayam og'riqli. Lekin muzey va ruinni ko'rgan og'riqlarni o'ldirib hech nima emas. Agarda chidolmasangiz, unda Yo'q, men chidayman. Men chidashim shart. hojam hatto baqirmadi ham. Unga hurmatim oshdi. Axir men bosh qahramonman. Ehtiyot bo'ling, hojam. Ovoz berildi Nefan proyekti uchun 2022-yil. Ovoz berdi Kristal va Irene. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha, do'stlar. 会染红窗外街景，零散。